Bu safar yigitlar kam son bilan ham g'alaba qozondi. Brazil National Football Team o'yinni chiroyli boshladi. Casemiro o'z maydonidan ajoyib uzatma berdi. Rafinha birga bir vaziyatga chiqdi, lekin zarbasi biroz balandroq ketdi. Shundan keyin uzoq vaqt o'yin teng kechdi. Farqni esa Kylian Mbappe yaratdi. Usman Dembele uzatma berdi, Mbappe oldinga otilib chiqdi va darvozabon ustidan oshirib gol urdi. 1-0. Braziliya javob qaytarishga harakat qildi. Vinicius Junior qanotdan yorib o'tdi, Mateus Cunhaga uzatdi, lekin zarba aniq chiqmadi. Mbappe ham keyinroq dubl qilish imkoniyatini boy berdi. Jarima maydoniga yorib kirishdi, to'p unga yetkazildi. Lekin u shoshilib nishonga ola olmadi. Ikkinchi bo'limdan keyin o'yin yanada keskinlashdi. Fransiya himoyachisi vaziyatda xato qildi. Hakam avval sariq